Ramazon oyida ehtiyojmand aholini davlat tomonidan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash maqsadida muhtaram Prezidentimizning 67-son qarori qabul qilindi va mana shu qarorga muvofiq aytish kerakki, 800 milliard so'm mablag'lar bevosita vaqf xayriya jamoat fondiga ajratiladi. Mana shu mablag'lar doirasida 1 million so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ijtimoiy reyestrdagi davlat ta'minotidagi turgan 215 mingta oilaga, bular o'zgalar parvarishiga muhtoj, yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar, ya'ni reyestrdagi 13 mingta shaxsga. Shu bilan birgalikda 500 ming so'm miqdoridagi bir martalik moddiy yordam esa ijtimoiy reyestrdagi kambag'al oila toifasidagi 421 mingta oila. Agarda reyestrga kirmagan, biroq mahalla yettiligi tomonidan ehtiyojmand deb topilgan 43 mingta oilaga ham mana shu mablag'lar berilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, eng muhim yo'nalishlardan bittasi bu ijtimoiy reyestrda turgan 6 ming nafar bemor fuqaroning davolanishi va zarur operatsiya xarajatlarini to'liq qoplab berilishidir. Ushbu mablag'lar 2026-yil 1-martga qadar Xalq banki moddiy yordam oluvchi fuqarolarning ijtimoiy kartasiga yoki bank plastik kartalariga o'tkazib beriladi.